2025 yilgi yangi Chevrolet Lacetti. Bu zamonaviy dizayn, texnologiya va ishonchlilikni o'zida mujassam etgan sedan bo'lib, o'rta sinf avtomobillar ichida o'z o'rniga ega. Yangi model o'zining yangilangan tashqi ko'rinishi, qulay interyeri va samarali dvigateli bilan xaridorlarga yoqadigan darajada ishlab chiqilgan. Avvalo, dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2025 yilgi Lacetti o'zining silliq chiziqlari, aerodinamik shakli va LED chiroqlari bilan juda zamonaviy ko'rinadi. Old panjarasi kengaytirilgan, faralar esa nozik shaklda bo'lib, avtomobilga sport uslubidagi qiyofa beradi. Orqa qismda esa yangilangan stop chiroqlar va xrom bezaklar mavjud bo'lib, unga premium ko'rinish beradi. Salon ichiga kirganda esa birinchi e'tiborni tortadigan narsa bu qulaylik va texnologiya uyg'unligi. Yumshoq materiallar, 10 dyuymli sensorli ekran, raqamli asboblar paneli va Bluetooth, Apple CarPlay hamda Android Auto tizimlari bilan to'liq jihozlangan multimedia tizimi. Bularning barchasi haydovchi va yo'lovchilarga maksimal qulaylik yaratadi. Shuningdek, avtomobilning o'rindiqlari yuqori sifatli charm bilan qoplangan va orqa o'rindiqlar buklanadigan qilib ishlab chiqilgan. Texnik jihatdan 2025 Chevrolet Lacetti 1.5 litrli benzin dvigateli bilan ta'minlangan bo'lib, u taxminan 120 ot kuchini beradi. Avtomatik 6 pog'onali uzatmalar qutisi bilan jihozlangan va yoqilg'i tejamkorligi yuqori darajada saqlanadi. Shahar sharoitida u 100 kun uchun o'rtacha 7 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu esa uni iqtisodiy variantga aylantiradi. Xavfsizlik tizimlari ham e'tibordan chetda qolmagan. Avtomobil oldi va orqa to'qnashuv ogohlantirish tizimi, tormoz yordamchisi, yo'ldan chiqish ogohlantirishi, 6 ta xavfsizlik yostiqchasi hamda orqa kamera bilan ta'minlangan. Bu esa haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligini yanada mustahkamlaydi. Yangi Lacetti bozor uchun bir nechta ranglarda, oq, qora, kulrang va ko'k metallik turlarda taklif etiladi. Bundan tashqari sport ko'rinishdagi versiyasi ham mavjud bo'lib, u yanada agressiv dizayn va kuchliroq motor bilan ajralib turadi. Umuman olganda, 2025 yilgi Chevrolet Lacetti bu ishonchli, qulay va chiroyli avtomobilni izlayotganlar uchun ajoyib tanlov. U nafaqat oilaviy foydalanish uchun, balki kundalik shahar hayoti uchun ham ideal variant hisoblanadi. Chevrolet brendi har doim sifat va chidamlilik ramzi bo'lib kelgan. Yangi Lacetti esa bu an'anani yanada mustahkamlaydi. Agar siz yangi avlod, arzon narxdagi, ammo zamonaviy texnologiyalarga ega sedan izlayotgan bo'lsangiz, 2025 Chevrolet Lacetti albatta sizga yoqadi.